61-kun yuraklarda ulg'aygan bolalar. Boshlang'ich sinf bolalari bir rasm ustida tortishardi. Rasmda bir oila aks etgandi, ammo o'sha yerdagi bir bola oiladagi hech kimga o'xshamas, umuman boshqacha edi. Bolalardan biri bu bolani boqib olishgandir, dedi. Bolalarning ichida g'ala-g'ovur boshlandi. Boqib olish nima degani, dedi boshqasi. Bir qizcha qo'l ko'tarib, men bilaman, boqib olish nima ekanini, dedi va so'zida davom etdi. Meni boqib olishgan, oyim aytganlar. Boqib olish bu bir bolani qornida emas, yuragida katta qilishdir. Boqib olish bir yetimni boshini silash. Uni faqat moddiy ta'minlash emas, balki unga butun mehrini, qalb qo'rini ham berishdir.